Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizor ko'rguvchilar. Bu qatimlik haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Aqsu Uchturpan nahiyasida Xitoyga qaqshatquch zarba berildi. Bugün 14 fevral Cuma günü vatanimizning Aqsu Uchturpan nahiyasida saqchilarga hujum qilish vaqasi yuz berib, Xitoyga qaqshatquch zarba berildi va 11 nafar mujohid shahid bo'ldi. Bugün 14 fevral Cuma günü ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook'ta Tangritog' to'ridan tarjima qilinganligi ilgari surilgan bir xabarda Aqsu Uchturpan nahiyasida saqchilarga hujum qilish vaqasi yuz berganligi haqida uchur tarqaldi. Uchurda Xitoy Tangritog' to'rining 2-oyning 14-kundagi xabarida Urumchi vaqti soat 14 da Aqsu viloyati Uchturpan nahiyasida saqchilarga hujum qilish vaqasi yuz berdi deyilgan. Tangritog' to'rining xabarini naql qilgan uchurda ma'lum bo'lishicha, hujumchilar mashinalarini haydab, portlatish buyumlari bilan qo'lidagi pichoqlar orqali JX charlash mashinalariga hujum qilgan. Naql qilingan xabarda yana 2 nafar omma bilan 2 nafar saqchining yordar bo'lganligi, 5 tane charlash mashinasining vayron qilinganligi ilgari surilgan. Xabarda yana JX saqchilarining voqeani bartaraf qilish jarayonida 8 odamni etib etganligi, 1 odamni qo'lga olganligi, 3 nafar hujumchi fidoining dilo sodir qilganda o'zini portlatib olganligi uqtirilgan. Hürmetli televizyon görüşler, Allah'tan bu mücahid qarindoshlarımızga Allah'ның katta ajrlarni ato qilishini tilaymiz Allah'tan ve bizni ham ularning ajridan mahrum qilmasligini tilaymiz. Ma'rif jamiyatining yasli g'onchilari dars boshladi. Ma'rif jamiyatining Zaytunburnu ve Safaköy sho'balaridagi 150 ga yaqin yasli bolaları 15 kunlik qishliq ta'tillarini oxirlashtirib, 10 fevral atdigan rasmiy dars boshladi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Zaytunburnu va Safaköy sho'balaridagi 150 ga yaqin yasli bolaları 15 kunlik qishliq ta'tillarini oxirlashtirib, 10 fevral atdigan rasmiy dars boshladi. Ma'rif jamiyatining qurilishi bilan birga qurilgan jamiyatning yasli sinf bolalariga din va ona tildan dars berish sinflari İstanbulning Zaytunburnu va Safaköy rayonlarida 8 yildan beri uzluksiz holda xizmat qilib kelayotgan bo'lib, qabul qilingan o'quvchilarning soni yildan yilga ko'payib, o'qitish saviyasi barg'ansiri yuqorilab bormoqda. Hozir bu ikki rayonda sho'balarning yasli sinflarida jami 150 ga yaqin o'quvchi bo'lib, bu yarim yillik o'qishdan keyin bolalarni o'qitib berishni talab qilib kelayotgan ota-onalarning soni barg'ansiri oshmoqda. Bolalarning o'qitilish sifatini ko'zda tutgan holda elib berilgan saviya yuqoriltish tadbir uslublaridan unumli foydalanayotgan ayol ustozlar o'quvchilarni saviya va iqtidoriga qarata sinflarga ayirib, yeshi va dars egallash iqtidoriga qarata beriladigan darslarni ilmiy usulda o'rlashtirmoqda. Qur'on harflaridan dars boshlagan ba'zi o'quvchilarning yarim yil ichida Qur'onga chiqib, hatto Qur'onni bir qitim xatm qilgan saviyaga kelganligidan mamnun bo'lgan ota-onalarning minnatdorligi texmi ziyoda. O'quvchilarning ichida yana Qur'on yodlayotgan o'quvchilar bo'lib, ikki rayonda 20 ga yaqin kichik qarilar ayrim guruhlarga ayrilib tarbiyalanmoqda. O'qituvchilardan bu mavsumlik darslar va o'qitish haqidagi planlari haqida so'ragan muxbirimizga ular nihoyat umidvorlik bilan hozircha mavjud bo'lgan sinflar va o'quvchilarga qarata bu mavsumda diniy bilimlarni berishni texmi kuchaytirish, axloqqa oid hadislarni yoda olg'izish, qiz o'quvchilarga musulmon ayol qizlarga munosib bo'lgan kiyinish va axloq darslarini bildirish, ona tilida cho'chak tingishtish, musiqaxona qatorliq joylarga ziyoratga elib berish orqali ularga tarix va madaniyat bilan tanishish fursati yaratib berish qatorliq faoliyatlarni elib berishni planlayotganligini bildirdi. Konyada Sharq Turkistonning umumiy vaziyat ahvoli tanishtirildi. 2014 yılı 2-oyning 7-kuni Juma Turkiyaning Konya shahrida o'tkazilgan yig'inda Sharq Turkistonning umumiy vaziyat ahvoli tanishtirildi. Turkiyaning Konya shahrida Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati idoriy hay'at a'zosi Abdulahad Abdurahmon apandim Sharq Turkistonning umumiy vaziyat ahvolini tanishtirdi. 2014 yılı 2-oyning 7-kuni Juma Turkiyaning Konya shahrida Mavi Marmara yo'lini davom qiladi. Sharq Turkistondan Kavkazgacha musulmon zulmiga qarshi turmasdan qolmag'in degan mazmunda yig'in o'tkazildi. Bu yig'inga Sharq Turkiston xalqiga vakolatan
Türkiye İstanbul'da xizmeti bo'layotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati idoriy hay'at a'zosi Abdul Ahad Abdurahmon efendim qatnashdi. 7 fevral juma kuni atgan soat 9 da Konya Yaponiya bog'chisi yig'in zalida İHA insoniy yordam maxfiy raisi Bülent Yildirimning Sharq Turkiston masalasini o'ttirg'a qo'yganligini bildirgan Abdul Ahad efendim keyin Konya qonunshunoslar jamiyatini ziyorat qilganligini va bu yerdagi ziyorat yig'inda Sharq Turkiston, Misr va Suriya masalalarining o'ttirg'a qo'yilganligini ilgari surdi. Tövəndə bu haqda Abdulahad Abdurahman efendi bilan elib bargan ziyoratimizni diqqətinizə sunumuz. Bu yığınğa Sharq Turkistonni anlatish uchun bizlarni da'vat qildi. Yığın nihoyatda ko'ngillik, natijalik, utuqliq bo'ldi. Bu yığında oldi bilan shu yığın o'rlashtirgan jamiyatning faoliyatlari tunishtirildi. Ondan keyin Misrning ahvoli tunishtirildi. Misrdan kelgan mehmon Misrning ahvolini so'zlab o'tdi. Ondan keyin Sharq Turkiston masalasi o'tirib qo'yildi. Sharq Turkiston masalasini o'tirib qo'ygan vaqtda birinchi qilib shu jamiyat tayyorlagan bir film ko'rsatildi. Filmdan keyin menga söz berildi. Men bu navbatim bo'yicha Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini kelgan mehmonlarga anlattım. Bu yerga kelgan mehmonlarning sonini 3000 dan ortiq deb aytdi. Shundaq bir cho'ng zalda, cho'ng yig'inda Sharq Turkiston masalasini 15-20 minut bo'lsa-mu anlatish fursatiga ega bo'lishimiz bizning uchun nihoyat cho'ng bir ne'mat. Shu kunisi ertaga soat 8 da Konyaga berib bo'ldik. 8 dan tortib ta kech soat 7 gacha günümüzün hammasi shunday faoliyatlar bilan o'tdi. Bir necha yig'inlar o'tkazildi. Bu yig'inlarning hammasida Sharq Turkistondan kelgan kishi Sharq Turkistonga vakolatan kelgan kishi deb meni tunishtirdi va bu yig'inlarda Sharq Turkiston masalasi o'tirib qo'yildi. Buning misol qilib aytadigan bo'lsak, masalan Konyadagi Hudar ismidagi jamiyat bu qonunshunoslar jamiyati ekan. Bu yerda bir yig'in o'rlashtirildi. Bu yerda Sharq Turkistonning masalasi o'tirib qo'yildi. Yana u yerdan keyin yana Müslüman ish odamlar jamiyatida yana bir yig'in o'rlashtirildi. Bu yerga nihoyatda cho'ng kishilar yig'ilib ekan. 100 ga yaqin jamiyat va vaqflar tashkilotlarining tanishchilari kelgan ekan. Bu yerda Sharq Turkiston masalasini o'tirib qo'ydik. Bu yig'inda nihoyatda natijalik faoliyatlar elib berildi. Men nihoyat xursand bo'lib keldim bu yig'indan. Xi Jinping Uyg'urlarga qarshi Afg'onistonning hamkorlashishini talab qildi. Xitoy raisi Xi Jinping Rossiyaning Sochi shahrida Afg'oniston davlat raisi Hamid Karzaidan Uyg'urlarga qarshi hamkorlashishni talab qildi. Uyg'urlarga qarshi davlat ichi va sirtida har xil vosita, turli usullar bilan siyosiy o'yin o'ynayotgan Xitoy doiralari Sharq Turkistonning qo'shnisi bo'lgan Afg'onistonni Uyg'urlarga qarshi Xitoyga hamkorlashishga undamoqda. Xitoy raisi Xi Jinping Rossiyaning Sochi shahrida Afg'oniston davlat raisi Hamid Karzaidan Uyg'urlarga qarshi hamkorlashishni talab qilgan. Xalqaro qish olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashish uchun Rossiyaning Sochi shahriga kelgan Xitoy raisi Xi Jinping Afg'oniston bilan atalmish terrorlikqa qarshi turishdagi hamkorlikni bir bosqich yuqori ko'tarishni talab qildi. Xi Jinping Amerika askarlarining Afg'onistondan chekinib chiqishiga ergashib, urush vayronchiligiga uchragan Afg'oniston bilan munosabatni kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirib, Afg'onistonning yangidan qurilishida xizmatchi xodim tarbiyalab berish va Xitoy shirkatlarini Afg'onistonga mablag' solishga qiziqtirganligini ifodaladi. Xi Jinping buning badaliga atalmish terrorlikni bahona qilib, Uyg'urlarni bostirishda Afg'onistonning hamkorlashishini talab qilgan. Xitoyning talablarini qo'llagan bo'lsa-mu, buningga qarata kelishim tuzilgan huquqining oxirlashganligini tushunib yetgan Hamid Karzai Xitoyning bu talablarini yangidan saylanmoqchi bo'lgan davlat raisi va Afg'onistonning yangi hukumat bilan elib berishni ishorat qilgan. Yangi hukumatda Talibanning o'rin olishini xohlaydigan Hamid Karzaining Taliban bilan maxfiy ko'rishayotganligi xabarlarda bildirildi. Karzai bu vaqtda Talibanlarning fikr qarashlarini olmay turib, Xitoyning bu xil talabini qabul qilishning Taliban yoki hikmatyor guruhi bilan bo'lgan munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishdan ehtiyot qilgan bo'lishi mumkin. Chunki Talibanni insonlar qanchalik yomon ko'radigan bo'lsa-mu, ularning diniy e'tiqodi bo'yicha bir musulmonni musulmon bo'lmagan bir davlatga topshirib berishni
islom aqidasi bo'yicha xato deb qaraydi. Shuning uchun ayni zamonda Sheyx Usama bin Ladenni Amerikaga topshirib berishni rad qilib, Amerika bilan urush boshlangan edi. Uyg'ur musulmonlarini tutib Xitoyga qaytarib berish ularning diniy e'tiqodiga va islom aqidasiga xilof bo'lganligini yaxshi biladi. Xitoy uzundan buyon Afg'oniston va Pokistonning chegara rayoni Vaziristonda harakat qilayotgan Uyg'urlarni tutish va ularni yo'q qilishda Afg'oniston va Pokiston hukumatining hamkorlashishini talab qilib kelmoqda. Keriyada 7,3 bal yer tevridi. 2014 yılı 2. ayının 12. günü çarşamba, vatanimiz Şarkı Türkistan'ın Keriya nahiyesinde 7,3 bal derecesinde ağır yer tevreş vakası yüz verdi. Şarkı Türkistan'ın Tibet'ki çigirdaş Keriya nahiyesinde 12. fevral çarşamba günü yer tevregen bulup, Xitay yer tevreşini ölçeş merkezi idaresi tevreş derecesini 7,3 bal deb ko'rsatgan. Xitay doiralari jiddiy qutqizish elib berayotganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq yerlik aholilar hozirga qadar hech qanday qutqizish buyumi topshirib olmaganligini bildirdi. Xitay yer tevrashni o'lchash ko'zish markazining e'lon qilishicha, yer tevrashning tavrash markazi Qaraqurum tog'liq rayonida bo'lib, Keriya nahiyasiga qarashliq Atjan yezisining yezi markaziga 50 kilometr keladi. Atjan yezisi qarashliq Peshkar, Tar og'zi, Tugmanbeshi, Atjan qatorliq yer tevrash markaziga eng yaqin oz deganda 4 kanit yer tevrashning eng qattiq ta'siriga uchragan. Xitoy davlat kabineti yaqinda ofat ahvolini yoshirmaslik haqida uqtirish chiqargan bo'lsa-mu, biroq yer tevrash keltirib chiqargan buzg'unchilik va o'lim yetim ahvoli haqida hozirga qadar to'liq ma'lumot yo'q. Ba'zi Xitoy axborot vositalarida 350 eg'iz uy, 260 qo'tanning o'xshamagan darajada buzg'unchilikqa uchraganligi ilgari surilgan. Yerlik aholilarning bildirishicha, tog'liq rayonlardagi tarqoq o'ltiraqlashgan, qatnash qo'laysiz, avtomobil borolmaydigan aholilarning ahvoli ma'lum emas. Doirlar yer tevrash yuz berib, qutqizish otryadlarining ofat rayoniga kirganligini e'lon qilgan. Biroq Atjan kentidagi bir dehqon navbatda havoning intayin sovuqligini bildirib, kishilar yiqilg'u, yotqan ko'p qatorliq buyumlarga ehtiyojli ekanligi, biroq o'zining hech qanday qutqizish buyumi ko'rib boqmaganligini bildirdi. Hürmetli izləyicilər, egallagan eng oxirgi yangi ma'lumotlarimizga ko'ra, Xotanda hozirgacha 7838 odamning yaralanganligi va 41 milyon 850 ming yuangacha iqtisodiy ziyonga uchraganligidan iborat yangi ma'lumotni topshirib oldik. O'lganlarning soni bo'lsa, texi aniq emas. Janobi Alloh subhanahu va taoladan bu yer tevrash hodisasida ölüp ketken qeyrindaşlarımızga Allah'tan rahmet ve yardımlarga tez şifalık verişini, şundakla ziyonga uçurgan halkımız üçün tez fırsatda, en tez vakitte onların qiyinchilikdan qutulup xotirjamlikka erishishini Allah'tan tileymiz. Jo'ng'ar o'ymonliqida 2 neft zapisi bayqaldi. Jo'ng'ar o'ymonliqida 2 neft zapisi bayqalgan bo'lib, aniqlangan neftning geologiyalik zapisi 120 milyon tonna bo'lgan. Bunundan 11 milyon 600 ming tonna neft, 3 milyard 50 milyon küp metr tabiiy gaz algılı bo'ladi ekan. Xitoyning atalmış Xinjiang gazetining 8 fevral kundagi xabarda bildirilishicha, Jo'ng'ar o'ymonliqida 2 neft zapisi bayqalgan. Atalmış Xinjiang neftligining charlab aniqlangan neft zapisi 120 milyon tonnaga ko'paygan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, mazkur charlab aniqlangan neftning geologiyalik zapisi 120 milyon tonna bo'lib, 11 milyon 600 ming tonna neft, 3 milyard 50 milyon küp metr tabiiy gaz algılı bo'ladi ekan. Ticari tarafdan qaraganda Xitoy neftligining oldingi qatorida turadi ekan. Bu haqda to'xtalgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qaraqash Facebook Uyg'ur uchurida Xitoy iqtisodining uchqandak taraqqiy qilishida Sharq Turkiston tabiiy boyliqlarining intayin muhim o'rinda turib kelganligini, Sharq Turkistondan chiqayotgan neft va tabiiy gazlarning Xitoy energiya ehtiyojining ko'p qismini qondirib kelganligini ilgari surib, Xitoy ishg'olchi doiralarining intayin ochko'z va insofsiz ekanligini, Sharq Turkiston xalqiga bu boyliqlarning oz bir qismini bo'lsa-mu berib, ularni taraqqiyotdan, boyliqlardan bahramand qilishni xohlamaganligini, natijada tabiiy boyliqqa mo'l bo'lgan Sharq Turkiston xalqining bugungidek och-yalang'och nomrod o'tishga majburlanganligini uqtirdi. Xitoyning Ay shahridagi Toshqan al nefritasi o'ldi. Xitoy doiralari 13 fevral payshanba kuni o'zining Ay shahridagi Toshqan al nefritasining rasmiy o'lganligini e'lon qildi.
Xitoy doiralari 13 fevral payshanba kuni o'zining Oy sharidagi to'shqon al nefritasining rasmiy o'lganligini e'lon qildi. Muhit o'rnining xabar qilishicha, Xitoyning to'shqon al nefrita sun'iy hamrosi xodimlari to'shqon al nefrita sun'iy hamrosining texnik kontrol sistemasida ko'rilgan chatoq sababli belgilangan vaqtdan burun kardan chiqqanligini e'lon qilgan. Rossiya Novosti axborot agentligining ilgari surishicha, Xitoy askeri ilmiy tadqiqot organi bu haqda bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda mundaq deyilgan: To'shqon al nefrita sun'iy hamrosining texnik jihatdagi chatoqini remont qilish xizmatining mag'lubiyatga uchraganligi sababli ministerlik belgilangan muddatdan burun to'shqondan voz kechishni qaror qildi. Egilinishcha, Xitoyning Oy sharidagi to'shqon al nefrita sun'iy hamrosi quyosh nuri batareyasiga tayindigan bo'lib, oxirgi zamonlarda mexanik kontrol sistemasidan chatoq chiqqan. Xitoyning mas'ul texnika mutaxassislari mazkur chatoqni hal qilishdan ojiz kelgan. Erdo'g'an Sisi Misrga rais saylansa, hargiz e'tirof qilmaymiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan devletinin Mısır'a Abdul Fattah Sisi veya ki başka birisi rais saylansa hergiz mi itiraf kılmaydıganlığını ta'kidledi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan devletinin Mısır'a Abdul Fattah Sisi veya ki başka birisi rais saylansa hergiz itiraf kılmaydıganlığını ta'kidledi. Al Jazeera İngilizce kanalı bilan elib berilgan suhbatda askeri inqilab orqali hokimiyatga kelgan rejimni qabul qilishning asla mumkin bo'lmaydiganligini uqtirgan Erdo'g'an, Turkiyaning bir qancha qatim harbiy inqilobni beshidan kechirganligini, harbiy inqilob elib boruvchilarning yuqori nisbatda ovozga erishganligini, lekin bu ovozlarning qo'rqitish doirasida erishilganligini ilgari surib, Misrdami shuningga o'xshash ishlar bo'layotdi dedi. Turkiya Misr xalqining qarindoshligini ta'kidlagan Erdo'g'an, Mısır halkının bu xildeki harbiy inqilobni qo'llamaydiganligini ilgari surdi. Çok açık net söylemem lazım. Mısır halkı büyük bir çoğunluğuyla bizim kardeşimizdir. Ve biz Mısır halkını hiçbir zaman reddedemeyiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama askeri darbe yapan böyle bir yönetimi AK Parti iktidarı olarak biz bir defa kabul edemeyiz. Yani bu askeri darbeyi yapan bir başkası olsa biz onu da tanımayız. Eğer biz demokrasiye inanıyorsak, demokratik yollarla iş başına gelmiş, halkının %52 oyunu almış bir mürsiyi devirme hakkına kimse sahip olamaz. Şu anda onun seçimleri artık şaibeli zaten. Böyle bir şey olamaz. Çünkü darbeci birisinin seçimi diye bir şey olabilir mi? Şimdi o darbe yapmış kişi olarak tarihe geçecek. Darbecidir o. Bunları biz kendi ülkemizde de çok yaşadık. O darbe yapanlar darbe yaptıktan sonra %90-92 oy da aldılar. Ama o %90-92 oyların hepsi korku belasına verilmiştir. Birçok insanlar sandığa bile gitmemişlerdir. Aynı benzer şeyler şu anda Mısır'da olabilir. Ama aynı şeyler daha sonra çok daha farklı bir şekilde o kişinin başına da gelebilir. Ve bizim şunu da söyleyeyim. Mısır'ın iç işlerine karışmak diye de bir dert. Hürmetli televizyon görgüçler, şuna qilib bu qitimli haftalik istiqlal xabarlari programımız mush yerda oxirlashdi. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishishga sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.